resurslari taqchilligi muammosi bugun butun dunyoda tobora dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Shu boisdan mamlakatimizda mavjud suv resurslaridan imkon qadar samarali foydalanish doimiy e'tiborda. Bunda zamonaviy suv tejamkor texnologiyalardan foydalanish muammoga munosib yechimlardan biri. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning sug'oriladigan yer maydoni 4.3 million gektarni tashkil etadi. Bugunga kelib 2.6 million gektar suvli kor maydonda suv tejovchi texnologiyalar joriy qilingan. 2025-yilda 101 ming gektarda tomchilatib, 29 ming gektarda yomg'irlatib hamda 13.6 ming gektarda diskret sug'orish yo'lga qo'yilgan va 444 ming gektar maydonda lazerli tekislash ishlari olib borilgan. Natijada 2 milliard kubometr suv iqtisod qilinishiga erishilgan. Chunonchi, Jizzax viloyatida ham 2025-yilda 51914 gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalar joriy etilgan bo'lsa, kelgusi yilda bu uslubni 25 ming gektar maydonda joriy etish ko'zda tutilgan. Zomin tumanidagi chorvachilik klasteriga tegishli 1000 gektardan ortiq maydondagi beda, makkajo'xori hamda g'alla kabi ozuqabob ekinlarni sug'orishda mana shu uslubdan keng foydalaniladi. Klasterimiz eng asosi chorvachilik. O'zi mana ko'ryapsizlar, orqamizda dajdivalniy ustanovkamiz ishlayapti. Bu 5 baravar suvni ekonom qiladi. Yerimiz 10700 gektar passivniy yerimiz, dajdivalniy ustanovka 1300 gektarga joriy qilingan. Ko'ryapsiz, biz orqamizda beda dalamiz. Buni dajdivalniy ustanovka bilan suv bersa agar 6-7 marta urishsa bo'ladi. Bu sistema qimmat, no 5 baravar ekonom qiladi suvni. Effekti yaxshi buni. Bizga hammasi avtomatik. Bu sistemada faqat ikkita odam ishlaydi. Ikkita odam, bitta operatorimiz, bitta nasosniy operatorimiz kontrol qiladi buni. Beda bor, arpa va bug'doy ham bor. Bu sistemada dajdivalniy polif bilan ekinamiz. Aytish kerak, mazkur chora-tadbirlar agrar soha suv iste'molchilarini suv tanqisligi bilan bog'liq muammodan xalos qilib, ko'zlangan mo'l hosil pirovardida yuqori daromad olishni kafolatlab beradi. Shu bois mamlakatimizdagi mavjud sug'oriladigan maydonlarda suv tejamkor tizimni 2028-yilgacha to'liq joriy etish rejalashtirilgan. Ayni paytda bu ko'rsatkich 60% ni tashkil etib turibdi. Mazkur vazifalarni hududlarda sifatli tashkil etish maqsadida Suv xo'jaligi vazirligi tomonidan Jizzax viloyatida Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyati fermerlari va klaster korxonalari suv yetkazib berish xizmati tizimi xodimlari uchun ko'rgazmali seminar tashkil etildi. Ishchi muloqotlarda suv tejovchi texnologiyalarning soha istiqboli uchun naqadar ahamiyatli ekanligi, afzallik jihatlari mas'ullar va mutaxassislar tomonidan amaliy tarzda tushuntirib berildi. Tomchilatib, yomg'irlatib yoki diskret usulda, shuningdek, egiluvchan quvurlar, plyonka to'shab, sug'orish yo'nalishlarida tejovchi texnologiyalarni yetkazib beruvchi ta'minotchi korxona vakillari ishtirokchilarni o'z texnologik uskunalari bilan tanishtirdi. Misol uchun, yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi juda samarali uslub sifatida baholandi. Bu tizim orqali hozirgi kunda barcha ekinlarga almashtirib ekish joriy qilgan holatda ketma-ketlikda yuqori hosildorlik olishda olib keladi birinchi navbatda. Va ikkinchisi suvdan juda ham yuqori. Ekin turi, iqlimga qarab 30% dan 50% gacha suvni tejashga olib keladi. Hamda 90% gacha mehnat sarfi. Aytaylik, mana biz 1200 gektar maydonda bor yo'g'i 12 ta operator tomonidan sug'orishlar amalga oshiriladi. Har haftasiga 2-3 marta amalga oshiriladi va o'simlikni me'yor asosida ushbu tizim. Bilamizki, egatlab sug'orishda o'rtacha 10 gektarga bitta suvchi qo'yiladi. Bu degan 1200 gektarga 120 ta suvchi. Vaholanki bu maydonda 1200 gektarga 12 tagina operator boshqaradi. Bu o'zi 90% mehnat sarfini ekonomga olib keladi. Iqtisod qilishimizga olib keladi. 1 gektar maydonimizga aytaylik, masalan, hozir mana beda sug'orish jarayoni amalga oshirilyapti 6000-8000 metr kub, ya'ni bir vegetatsiya davrida amalga oshiriladi. Lekin ushbu center pivotimiz orqali sug'orish tizimlari 4000-5000 metr kub. Bu degani o'zi 30-50% gacha suv tejalishiga olib keladi. Va bu bilan birgalikda tizimga barcha mineral o'g'itlarimizni, azotli, fosfor, kaliy o'g'itlarida ham qo'llash imkoniyatini ega bo'ladi. Sug'orish jarayonida barcha azotli o'g'itlarimizni ham, ya'ni texnikaga qo'shimcha texnikaga yoqilg'iga talab bo'lmaydi. Bu degani o'zi texnika tomonidan ham iqtisod qilishimizga olib keladi. Bizda O'zbekistonimizda har xil konturli, ya'ni yer maydoni katta-kichikli kontur maydonlarimiz bor. Nishablik tomonidan ham past baland. Ushbu sistemamiz
O'zbekistonda sug'orish tizimlarini olib kelib o'rnatib beramiz va unga agrosoprovождение, ya'ni agronomik boshqaruv rejimlarini ta'minlab beramiz tizimda. Yerni katta kichikligiga qarab bizda loyihachilarimiz bor. O'sha maydonga qarab moslashtirilgan sug'orish pivot sistemasini o'rnatib beramiz. Ushbu tizimni boshqarish to'liq avtomatlashtirilgan, masofadan turib boshqarish imkoniyatini beradi. Bu degani misol uchun aytaylik, nasos tizim hozir mana biz yoqib ko'rsatdik. Nasos yoqqanimizdan keyin bu nasos bilan pivot bir-biriga integratsiya qilingan holatda nasos pivot yongandan keyin nasosni ham qo'shadi va birgalikda sistemani kerakli suv sarfida, kerakli normada ekinga yetkazib beradi. Pivotimiz elektr energiya hisobiga harakat qiladi. Hozir ko'rib turganimiz uzunlik 425 metrlik pivotimiz soatiga 93 litr sekund suv iste'mol qiladi va 33 gektar maydonda yarim aylana shaklda maydonni sug'orish imkoniyatini beryapti. Seminarda taqdim etilgan har bir texnologiya bugungi dolzarb sanalgan suv taqchilligi paytida suv va energiya resurslarini, shuningdek, mineral resurs va ishchi kuchi sarfini iqtisod qilish orqali ekinlarni bir tekis samarali sug'orish imkonini beradi. Shu ma'noda suvni yetkazib berishda muqobil manbalardan ham keng foydalanish zarur bo'ladi. Bizning korxonamizda bu uskunamiz ishlab chiqarilgan. Bu quyosh panellari yordamida mobil sug'orish tizimi hisoblanadi. Buni fermerlarga qulaylik tomoni suv tejovchi texnologiyalar ishlatilgan. Bunda 15 gektar maydonni sug'orish imkoniyati mavjud. Faqat kunduz emas, kechasi ham sug'orsa bo'ladi. Akkumulyator zaxiralari bor. Bundan tashqari, yoz fasllari tugaganda ekin maydonlarida buni keragi bo'lmay qolgan paytlarda uyga olib ketib turib, xonadonni elektr bilan ta'minlash imkoniyatlari mavjud. Xarajatlari 220 million so'm, umumiy 15 gektarda ichida hamma narsalari bor. Egiluvchan quvurlari, fittinglari, nasos, undan tashqari fermerlar uchun qulaylik qilingan oshxona jihozlari, xolodilnik, hamma narsasi bor. Albatta, suvni iqtisod qilishda zamonaviy muhandislik yechimiga ega suv tejovchi texnologiyalarning o'rni katta. Mavjud maydonlarda bu tizimni to'liq joriy etishni ta'minlash uchun uskuna va jihozlar ishlab chiqarish jarayonini mahalliylashtirish iqtisodiy samaradorlikka salmoqli hissa bo'ladi. Eng muhimi, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etgan agrar subyektlarga davlat tomonidan qator imtiyozlar yaratib berilmoqda. So'nggi yillarda butun dunyoda nafaqat respublikamizda ham, balki butun dunyoda suv resurslariga bo'lgan talab yildan yilga kuchayib bormoqda. Mazkur suv manbalarimizni tejab tergab ishlatish, ularni oqilona boshqarish va foydalanish bo'yicha davlatimiz rahbari tomonidan bir qancha prezident qarorlari, hukumat qarorlari qabul qilingan. Bunda bugungi kunda o'sha suv tejovchi texnologiyalarini jadal respublikamizda joriy qilish maqsadida, masalan, davlatimiz tomonidan suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilganga subsidiya mablag'lari ajratib berilmoqda, soliq imtiyozlari belgilanmoqda va o'sha fermerlarimizga nafaqat bu suv tejovchi texnologiya, ya'ni resurs tejamkor texnologiya hisoblanadi. Ya'ni nafaqat suv tejab qolmasdan hosildorlikda oshishiga, resursi tejalishiga erishilmoqda. Davlat tomonimizdan ushbu suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilinadigan bo'lsa, qariyb bugungi kunda 50% gacha subsidiya mablag'lari hisobidan qoplab berilmoqda. Ya'ni davlatimiz tomonidan qaytarilmaydigan mablag' sifatida qaytarib berilmoqda. Shuningdek, suv tejovchi texnologiyani joriy qilishda tijorat banklaridan imtiyozli kredit mablag'lari ajratib kelinmoqda. Ya'ni yillik 14%, 5 yil muddatga 2 yil imtiyozlik davri bilan o'sha kredit mablag'lari ajratilmoqda. Shuningdek, texnologiyani qo'llaganda o'sha qo'llanilgan maydonga 5 yil mobaynida yer solig'idan ozod qilinishi ham belgilab qo'yilgan. Suvni rasamadi bilan tejash agrotexnik tadbirlarni sifatli ta'minlashi bilan birga qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida yana bir foydali jihat zaruriyatini yuzaga chiqaradi. Bu ham bo'lsa, irrigatsiya tarmoqlarini yaxshilash, kanallarni betonlashtirish va ulardagi suv to'suvchi inshootlarni zamonaviylashtirish. Jizzax viloyatida 2025-26 yillar davomida 159 kilometr kanal va 2330 kilometr uzunlikdagi ariqlarni betonlashtirish belgilangan bo'lib, shu kungacha kanallarning 25 kilometrlik qismi hamda ichki irrigatsiya tarmoqlarining 120 kilometrida betonlashtirish ishlari bajarilgan. Seminarning navbatdagi qismida bu boradagi ishlar samaradorligi xususida ma'lumotlar yetkazildi. Mana bugun biz seminarga Toshkent viloyatidan o'zimiz tizim tashkilotlari, fermer xo'jaligi, klasterlar bilan tashrif qildik. Bu seminar juda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha seminar bo'lyapti. Bu juda mazmunli. Bu yerda ko'p narsani o'rgandik. Bu yerda hozir yangi texnologiyalar bilan yomg'irlatib sug'orish,
Keyin Kavsar usulida egiluvchan quvur orqali sug'orish texnologiyalari bilan tanishdik. Qolaversa mana betonlashtirish, prezidentimizni bir qancha qarorlari chiqdi. Shundan mana biz ham Toshkent viloyatida asosan urg'uni mana suv tejash texnologiyalarini joriy qilish bo'yicha 25 ming gektarda reja qilib olganmiz. Shundan hozirgi kunda boshladik. Keyin qolaversa 1600 kilometr biz ham ichki ariqlarni, xo'jaliklar va kanallarni betonlashtirishda reja qilib oldik. Shundan hozirgi kunda bizda ham shu ishlar davom etmoqda. Biz bundan seminarga kelganimizdan juda xursandmiz. Ko'p narsani oldik. Hozir biz ham Toshkent viloyatida shu texnologiyalarni bo'yicha joriy qilamiz. Agrar soha suv ta'minotiga mas'ul xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning mehnatini alohida ta'kidlash kerak. Shu sabab suv yetkazib beruvchi, umuman irrigatsiya tizimi xodimlarining moddiy manfaatdorligini oshirish ham doimiy e'tiborda. Bunda hududlarda tashkil etilgan yordamchi xo'jaliklar aynan xodimlarni qo'shimcha rag'bat, oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash imkonini beryapti. Muhtaram yurtboshimizni topshiriqlariga asosan kanallar, kollektorlar bo'ylarida suv xo'jalik tashkilotlari tomonidan suv xo'jalik xodimlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash, ularni ish haqlarini oshirish maqsadida yordam xo'jaligi tashkil etilgan. Jumladan umumiy 2000 nafar xodim xizmat ko'rsatadigan bu bizning viloyat bo'yicha suv xo'jalik tashkilotlari ichida 195 ta qoramolimiz, 2200 dan ortiq qo'y echkilar, 50 mingdan ortiq tovuq, 20 mingdan ortiq o'rdaklar, 10 mingga yaqin quyon hamda 200 qutidan ortiq asalariyalarimiz mavjud. Bu har oyda har bir xodimga o'rtacha 2,5-3 million so'mdan kam bo'lmagan miqdorda yordamchi xo'jalik yetishtirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlari tarqatilmoqda. Bular xodimlarda o'zlari tomonidan yetishtirilgan yoki suv xo'jalik obyektlarida yetishtirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlari sirasiga kiradi. Bu albatta xodim o'zining ishga bo'lgan mehnatini, mehrini, kasbiga bo'lgan mehrini oshiradi. Shu kuni seminar ishtirokchilari Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasida tashkil etilgan parrandachilik va polietilen plyonkalarni qayta ishlash sexida ham bo'lib, ushbu yordamchi xo'jaliklar faoliyati bilan tanishdilar. Mazkur ikki loyiha natijasida 25 ta doimiy ish o'rni yaratilgan. Olinayotgan daromad esa xodimlarni qo'shimcha rag'batlantirishga yo'naltiriladi. Bu loyihani boshlaganimizga 1 yil bo'ldi. Kredit asosida boshladik. Birinchisi dastgohlarni sotib olish va o'rnatish bo'yicha ishlarni bajardik 4 oy davomida. Mana hozirgi kunda tovuqchilik daromadiga kirganmiz. Yana plyonka, keraksiz plyonka chiqindilarini qayta ishlab granulani yo'lga qo'yganmiz. Jami ikkita loyiha uchun tovuqchilikka 200 million, plyonkani qayta ishlab chiqarish uchun 150 million kredit olganmiz. Ikkalasidan hozirgi kunda mana daromga chiqdik. Kreditlar qoplandi. 25 ish o'rni bor. 3,5 milliondan 6 milliongacha oylik olyapti. Bugun mana Jizzax bosh nasos stansiyasi yordamchi xo'jaliklar bilan tanishdik. Bizda juda ham o'sha iliq taassurotlar qoldirdi. Bularning hammasini zaminida o'sha vazirimiz Shavkat Rahimov aytgandek, xodimlarni manfaatini o'sha manfaatdor qilish. Bu yoqda qilingan ishlarni biz Sirdaryo viloyatida ham tashkil qilganmiz. Shaxsan o'zimiz o'sha Sirdaryoda Mashal nasos stansiyamizda 2 gektar o'sha baliqchilik, 15 mingga yaqin mana hozir broiler boqish o'sha ishlarini jadallashtirganmiz. Qolaversa yerlarda o'sha yordamchi xo'jalikdan tashkil qilganmiz. Buni tagidagi asosiy maqsad o'sha xodimlarga o'sha vazirimiz tomonidan berilgan topshiriqlar ijrosini bajarish, xodimlarni moddiy manfaatdor qilish, qo'shimcha daromad yaratish hamda qo'shimcha o'sha yangi ish o'rinlarini yaratishdan iborat. O'sha joriy yilda 427 ta xodim bo'ladigan bo'lsa, o'sha Sirdaryo nasos stansiyasida ularga o'sha 3 milliondan o'sha reja qo'yilgan bo'lsa, biz 2 milliondan qo'shimcha har oyda daromad yaratib beryapmiz. Oyligidan tashqari qo'shimcha yordamchi xo'jalik hisobidan. Aytish kerak, agrar sohada suv taqchilligi kuzatilayotgan bugungi murakkab sharoitda ko'rilayotgan bu kabi chora-tadbirlar avvalo suvni iqtisod qilish orqali mahsulot yetishini ko'paytirish, eng muhimi aholining demografik ko'payishi bilan bog'liq oziq-ovqat xavfsizligi masalalarini hal etish kabi ustuvor maqsadlar uchun muhim yechim sifatida o'rtaga chiqadi.